Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar, skuter haydaydigan, dastlabki akalar, ukalar, hatto oddiy haydaydiganlar ham mana skuterda, veloskuter bu. Tezligi mana misol uchun zavodniki o'zi 30 dan, kimdadir 25 dan o'tmaydi. Hozir men sizlarga buni 30 dan baland qilishni o'rgatib qo'yaman tekinga. Buni hozir kamida 200 mingga ochib beradi. Bu uchun nima qilish kerak? O'chiramiz. Gazni tortamiz oxirigacha. Tormozni tortamiz. Skuterni yoqamiz mana. Yoqamiz. Bir 10 sekundlarda sanashinglar ham shart emas o'zi menimcha. O'zi ko'rinadi. Mana bu yerda skorslar ochiladi hozir. Mana skors ochildi o'sha. Endi nima qilamiz? Mana qarab turinglar. 45 mana. Buni keyin xuddi shu holda o'chirib, yana shunaqa qilib yopib qo'ysanglar bo'ladi, gay-paylardan qanaqa bo'lish uchun. Rahmat, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham foydali ma'lumotlarni hali berib boramiz. Sog' bo'linglar, salom.